Atiga 15.000 so'm. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Kelayotgan hayit bayramlar bilan. Rahmat. Barcha O'zbekiston xalqini hayit bayrami bilan. Aha, rahmat. Opa, hayitga bir kichkina olamiz, bir yangilik qilsak bo'ldimi? O'zi narxlarni sindirib bo'ldilaring. Aha. Yana ham bir hayitlik qilib naqsa bo'ladi. Hayitlikka mana krossovkalar olib kelib qo'yganmiz 15.000 so'mdan. 15.000 so'm? 15.000 so'mdan, ha. Qanchalik bormi, opa? Marojni erib ketadi, lekin krossovka qoladi-da. 15.000 so'mga, ha? Qarang, ha? Arzon, lekin bu narxni bolajonlarga aytmasdan sovg'a qilinglar, chunki arzon narsa berishsan deydi, lekin sifati ham zo'r bo'lsa kerak, opa. To'g'ri, bu Xitoy original. Buni olgan klientlarimiz o'zlari bilishadi. Mana shu qopdagilar hammasi 27 dan boshlangan 35 razmergacha. Bemalol kelib bir dona oladimi, 10 dona oladimi, 1000 ta oladimi, hammaga yetkazib beramiz. 15.000 so'm, 15.000 so'mga nima beradi? Bundan arzonroq bo'lsa, kommentga yozasiz, sizlarga kutib qolamiz. Bundan arzon narx O'zbekiston bo'ylab yo'q. Yo'q. Yo'q, ha. Sog' bo'linglar. Not sifatida aytib o'tishim kerak. Eski narx hali ham joyida turibdi. 23.000 so'mlik futbolka shortiklarimiz. Doimgidek. Doimgidek. O'sha narxlarda do'stlar. Kelaverasizlar. Ha. Yangi gullari bormi deb klientlar so'rab qolishadi-da. O'shaning uchun mana bu pijamamiz 20.000 so'm. Bu tishlarga tashlagandaqa narxlarni opam sindirib ketyapsiz. 13.000 so'm bu futbolkamiz. Alloh razı bo'lsin. Juda ham narsalarimiz ko'p. Endi hammasini hozir narxini aytib o'tishga vaqt yo'q. Mana 25.000 so'mlik ko'ylaklarimiz. Bizning manzil Andijon viloyati, Baliqchi tumani, eski markaz, non markazini yonida. Bunda xolos kutib qolamiz. Kelayotgan hayit bayramlaring muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Hammamizga, barchamizga muborak va xayrli kelsin. Opam bilan sizlarni, akam bilan kutib qolamiz. Kelinglar.